Hürmetli vatandaşlarımızın devamı. Beijing közünü uvalap azatlık armiya Koreyaga orunlaştırılgan sat sistemisiga hoşçuk ket. Köpçük ket. Mavzulu haber 7. ayının 8. gün Venvi Tor biti dilan kılındı. Haber mundak başlandı. Çavuşan arkadan raketa koyup bergellikten Amerika Janubi Koreyaga sat sistemisini orunlaştırmakçı oldu. Rusya ve Cungo bundak orunlaştırışık izchil karşı turup kelgen. Lekin 8. günü Amerika ve Koreya bununla qaramay saat raketa sistemisini orunlaştırganlığı qaraja kaladı. Bunun qarta Beijing qattiq pozisiya ifadaladi. Universal matbuotlar 7. ayının 8. günü haber qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika ve Koreya cümleden Cungo'nu öz içine algan alakadar devletlerinin enek karşı turuşuğa qaramay Koreyaga sat raketa sistemisini orunlaştırdıqanlığı nece karladı. Bunu qarta Cungo Devlet Müdafiə Ministerliğinin bayanatçısı Yang Yujin 8. günü bayanat elan qilib biz Amerika bilan Koreyaning alakadar hareketleriga yaqindan diqqat qilamiz. Devletning bexatarligi ve bu rayonning strategik muvozanatini qo'g'dash uchun zarur vositalarni qo'llanishimiz mumkin, o'ylashimiz. Zarur vositalarni qo'llanishni o'ylashimiz. Cungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hongli mundaq ko'rsatdi. Koreya bilan Amerika saat raketa sistemasini o'rinlashtirishni taklif. Biz bundan qattiq norozi bo'lamiz va qat'iy qarshi turamiz. Cungo Tashqi ishlar ministrligi Amerika ve Koreyaning Beijingda turishliq elchilari bilan ko'rishib, qattiq fikr bayon qildi. Bayonotchi Hongli mundaq ko'rsatdi. Amerika ve Koreya sat raketa sistemasini o'rinlashtirganligi yerim orolni yadrosizlashtirish nishoniga yordam bo'lmaydi. Cümleden Cungo'nu öz içine algan her qaysı devletlerinin bexatarligi ve menfaatiga faydasızdır. Amerika ve Koreya Çavuşa yerim arlığı sat sistemisini orunlaştırdıqanlığın jakalıda mavzulu haber 7. ayının 8. günü Amerika Ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Amerika ve Koreya Çavuşa'nın yerim arlığı yuqori havo boşluğida raketadan müdafiə ko'rish SAS sistemisini orunlaştırış planını jakardı. Bu arqılıq Çavuşa'nda yadro qurolları ve raketa tadqiq qilishni cheklamoqchi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarning Koreya turishliq askeri qismlarining generali Thomas bilan Koreya Davlat Mudofaasining muavin ministri Liu Jishin haftaning 5. günü Seulda yuqorqi qarorni rasmiy jakarladi. General Thomas mundaq ko'rsatdi. Çavuşan xalqaro jamiyatga bergan va'dasiga xiloflik qilib, qirg'uchi qurollarni yasash va taraqqiy qildirishni tadqiq qilishni davomlashtirdi. Biz birlashib mundaq tahdid oldida o'zimizni qo'g'diya oladigan iqtidorimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Demek, hürmetli vatandaşım, biz arlıtılmış doğru direksiya sözlüge o vaxtıda belki biz çaq-çaq qılğandek sözlügen bolğuyduq. Belki biz bu işlerini yakasıyla bir çaq-çaq qo'ydigan niyetimi yoki alpozni ko'rgan va kuzatgan bo'lishinglar mumkin. Mesela hozir chaqchaqdan olqib ketgandek turdi vatandaşım. Agar bu sat sistemasi Koreyaga o'rinlashtirilgan bo'lsa, 2000 kilometr ile 3000 kilometr orliq dengiz va Rossiya taraf va Cungo taraf mush orliqning hammasi satning radar sistemasiga tushilgan. Bundaq bo'lganda Cungoning harbiy nishon, harbiy baz, harbiy qurilish, harbiy harakatlarining hammasi sat radar sistemasining nazorati ostiga tushdi degan gap. Biz bundan qaraganda endi hozir Janubiy dengiz 13 kuni albatta sizlar bilasizlarki Gagasoda qarorni e'lon qildi. Dal mushundaq kunlarda Koreyaga sat raketa sistemasini o'rinlashtirishni e'lon qilishning o'zi vaziyatning qaysi darajaga yetganligining amaliy faktlar bilan ko'rib olishinglar mumkin vatandoshim. Hamda burunqidek chaqchaq shaklda emas.
ciddi ravishda muomala qilishinglar kerak bu vaziyatga. Chunki Jungo hukumati ham bu vaziyatga ciddi muomala qilyotdi. Nəhayət zor ko'lamda harbiy manevr elib bordi. Bu ishlarning davomi qanday bo'ldi? Yani keyingi leksiyalarimiz sizlarga so'zlab turamiz. Biroq biz hozir soat sistemasi o'rinlashtirilgan keyingi 2 yil mobaynida men eng oxirgi hisobda 8-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarning Koreya hukumatlarining harbiy odamlari bu soat sistemasini Koreyaga o'rinlashtirganligini jakaladi.